Gapimiz chala qolib ketdi. Menga zahar bergan tabib kim ekan? Sizga zahar bergan tabib Ichimni qizdirmasdan tezroq ayt. Kim ekan u zahar bergan odam? hozir kelib qoldi mana. Shu joymi? Ha, yetib keldik. Kelavering. To'xta. Qo'lini baylab qo'yganmisan? Baylab qo'ymasa qochib ketadi-yu. Bor qo'lini hech qaqa qochadi. Qochib qutula olmaydi bizdan. Menimcha sen adashibsan. Bu odam menga yordam bergan odam-ku. Adashganim yo'q. Zaharni ham shu odam bergan ekan. Ama yigitlar xafa qildiray meni. Men odamingiz 5 soat bo'ldi baylab qo'ygan ekan. Qo'llarim uzilib ketaydi sovuqda. Zahar tayyorlab berganimni tan olaman. Bilmagandim sizligingizni. Shifosini ham topdingiz-ku mana. Berdim-ku dorisini ham. Va qiynamanglar unaqa, bilmagandim men. Undan ko'ra nevaramga rahmat aytib qo'ying. Bu paytgacha ichacha sitilib ketardi. Yaxshi ham nevaram tanib qoldi. Bo'lmasam bu paytgacha yertaydi, qut-qumsqalar yem bo'lib yotgan bo'lardi. Shukr qilyozgina. Mayli. Bo'lar ish bo'pti. Jonni faqat yaratgan oladi. Sizga ham rahmat. Kechirdim. Azizbek, bu odamni uyiga olib borib qo'yamiz.